Autizm turlarini bilasizmi? Autizmni 5 ta asosiy turini sanab beraman. Birinchisi klassik autizm, ya'ni Kanner sindromi. Bu eng og'ir turi hisoblanadi. Bu turida bolalar tashqi muhit bilan aloqa qilmaydi, ko'z kontaktidan qochadi va ularda stereotip harakatlar juda ko'p bo'ladi. Hamda nutq umuman bo'lmaydi yoki juda kech shakllanadi va ularda shovqinga, har xil ovozlarga, hidga, yorug'likka sezuvchanlik yuqori bo'ladi. Ikkinchisi bu Asperger sindromi. Bu turi eng yengil turi hisoblanadi. Bunday holatda bolalarda intellekt normada yoki normadan yuqori bo'ladi va bularda nutq shakllangan bo'ladi. Ammo tashqi muhit bilan baribir aloqada qiynaladi. Asperger sindromli bolalarda tor yo'nalishlarga, ya'ni ba'zi bir narsalarga qobiliyat yuqori bo'ladi. Misol uchun nimalardir yasashga yoki hayvonlarni o'rganishga yoki yana bironta bir texnikalarga bo'lgan qiziqishi, ya'ni tor yo'nalishdagi qiziqishi yuqori bo'ladi. Uchinchisi bu Rett sindromi. Rett sindromi ham og'ir turi hisoblanadi. Asosan qiz bolalarda uchraydi Rett sindromi va ularda ko'pincha deyarli 90% holatlarda sudragi, ya'ni tutqanoq bilan birgalikda keladi. Rett sindromida qo'l harakatlari bir xillikda, ya'ni xuddi qo'lini yuvayotgan kabi qiliqlar bilan uchraydi. Doimiy bir xil harakatlari bo'ladi va ko'pincha Rett sindromli bolalarda harakat tizimlarida ham muammo bo'ladi. Ba'zi holatlarda Rett sindromida 6-18 oylik oralig'ida orqaga ketish bo'ladi, ya'ni 6-18 oylikgacha bolalar yaxshi rivojlanib kelayotgan bo'lishi mumkin. To'rtinchi turi bu dezintegrativ buzilish, ya'ni Geller sindromi deyiladi. Bunday holatda bolajonlar 2-4 yoshgacha sog'lom bolalardek rivojlanib keladi, ya'ni ularda nutq ham, gigiyenik ko'nikmalar ham bo'ladi va keskin 2-4 yosh oralig'ida keskin bola orqaga ketib qoladi. So'zlari ham, nutqi ham yo'qoladi, gigiyenik ko'nikmalari ham, tashqi muhit bilan aloqasi ham yo'qolib qoladi. Beshinchi turi bu atipik autizm. Bu turida autizmga o'xshash belgilar bo'ladi, ammo autizmning barcha mezonlariga mos kelmasligi mumkin. Atipik autizm ko'pincha nutqning kechikishi, intellektual orqada qolish va ba'zi bir sensor buzilishlar bilan birga keladi. Autizmda uchraydigan Savanta sindromi agar sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada Savanta so'zini yozib qoldiring va biz sizga direktdan Savanta sindromi haqida barcha ma'lumotlarni beramiz. Ushbu videomizni albatta tanishlaringizga yuborib qo'ying, toki autizm haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lishsin. Salomat bo'ling.